Xo'p, endi esa 8-masalani ko'rib chiqamiz. 8-masalan shartiga e'tibor berganingizda vodorod bilan yod reaksiyaga kirishgan. Xo'sh, 500 gradusda deyilgan ekan, ikkita H yod hosil bo'ladi. Masalada aytishi bo'yicha 500 gradusda muvozanat qaror topgan va kayimning qiymati, ya'ni kimyoviy muvozanatning qiymati, kayim muvozanat konstantasining qiymati 36 ga teng bo'lgan. Masalada yod, mana bu yodning 90% sarflangan. 90% sarflangan, 10% qolib ketgan. Keling shuni biz boshqacharoq usulda ishlaymiz, noodatiy usulda deyishimiz mumkin yoki boshqacha usul. Masalan, biz nisbat haqida so'ralganligi uchun nisbat masalaga e'tibor berganingizda nisbat haqida so'ralgan. Shuning uchun biz yodni 1 mol deb olaylik. Ya'ni 1 molyar deb olaylik. 1 molyar deb olsak, hop, bundan 90% sarflansa 0.9 molyar sarflandi degani. Bu yerdan hisoblaydigan bo'lsak, 1.8 molyar H yodid hosil bo'ldi degani. Bu demak boshlang'ich kirishgan muvozanat holatida turibdi. Vodorodni o'zimizga qulay bo'lish uchun x molyar ortgan deymiz. Siz boshqacharoq qilib ishlashingiz mumkin, lekin bizda mana shu yerda aynan eng oson variantlardan biri x ortdi desak bo'ladi. Bu yerdan esa 1 dan 0.9 ayirsangiz 0.1 molyar ortdi deymiz. Bu yerda esa 1.8 molyar ortdi deymiz. Shunda kayim muvozanat konstantasida e'tibor qiladigan bo'lsangiz, kayimni topish formulasi bor edi. Kayimni topish formulasi kayim teng S moddaning n-chi darajasi ko'paygan D moddaning m-chi darajasi A moddaning hop x-chi darajasi bo'lishi mumkin yoki B moddaning y-chi darajasi. Masalan, shunda koeffitsiyentlar bo'ladigan bo'lsa, bu mana shu ifoda kimyoviy muvozanat konstantasini topish uchun ifoda edi. Bizda hozircha H yodid bor. 1.8 ning kvadrati taqsim 0.1 ni x ga ko'paytiramiz. 0.1 x teng bo'ladi 36 ga. Endi esa 36 0.1 ga ko'paytirsam 3.6 x teng 1.8 ning kvadrati 3.24. Bu yerdan 3.24 ni bo'lib oladigan bo'lsak 3.6 x ga. Bu yerdan chiqadi bizda demak, xo'sh 3.24 ni 3.6 x ga bo'lamiz. Shundan chiqadi 0.9 kelib chiqadi. X teng 0.9 chiqdi. Demak, bu degani mana bu yerdan bizda 0.9 molyar ortdi. Keling pastdan yozaylik shuni mana. X teng 0.9 molyar ortdi. Demak, ortgan 0.9 molyar sarf bo'lgan. Demak, 0.9 ortgan deymiz. 0.9 molyar sarflangan deymiz. Sarf deb yozib qo'yamiz mana. 0.9 ga qo'shamiz 0.9 ni 1.8 molyar dastlab bo'lgan. Bizda nisbat so'ralgan oddiygina 1.8 ga 1 nisbatda olsak bo'ladi. To'g'ri javob doska, ya'ni D javob bo'ladi. Keyingisi 9-masalaga e'tibor beramiz. 9-masalada shartini diqqat bilan o'qib olishimiz kerak. 200 gram 44.4% li magniy nitrat eritmasiga 200 gram kumush ftarit eritmasi qo'shildi. Reaksiya tugagandan so'ng olingan eritmada kumush iollarining miqdori magniy iollarining miqdoridan 4 marta ko'p bo'lsa, boshlang'ich kumush ftarit eritmasining foiz konsentratsiyasi qanday bo'ladi? Demak, bunda magniy nitrat eritmasi berilgan. Xo'sh, magniy nitrat eritmasi berilgan, uni tarkibidagi eritma tarkibidagi magniyni topib olish uchun biz 200 ni 0.444 ga ko'paytiramiz. Bunda 88.8 gram chiqadi. Mana. Endi miqdor, ya'ni molini topib olishimiz kerak. 88.8 ni bo'lamiz 148 ga. Ya'ni buni molyar massasi. Bunda chiqadi 0.6 mol. Xo'sh, magniy nitratning moli aniq bo'ldi. Biz bu yerda endi kumush ftarit bilan reaksiyasi berilgan. Kumush ftarit eritmasi qo'shildi 200 gram. Endi magniy
ftarit plus kumush NO3. Xo'sh, reaksiya mana shunday tartibda amalga oshadi. Biz reaksiyani tenglashtirishimiz kerak, balanslashtiramiz. Bu yerga 2 qo'yamiz va bu yerga 2 qo'yamiz. Reaksiyamiz xuddi shunday tartibda tenglashadi. Endi savolda aytilgan kumush ionlarini magniy ionlariga soniga bo'lganimizda 4 marta farq yuzaga kelishi kerak. Biz magniy nitratning moli 0,6 molligini bilamiz, lekin to'liq sarflanmagan. Mana bunga keladigan bo'lsak, bu moddamiz bizga cho'kma. Ya'ni magniy ftarit bu cho'kma. Shuni hisobiga bizga magniy ionlarining soni nisbat yuzaga kelib qoldi. Endi esa nima qilamiz? X mol magniy nitrat sarflangan deymiz. 2x mol kumush sarflangan deymiz. Bu yerda esa 2x mol kumush hosil bo'ldi. Kumush ionlarining soni umuman olganda yo'qolmadi. Kumush ionlari eritmada xuddi shu holatda turibdi, saqlanib turibdi. Lekin magniy ionlari yo'qoldi. Shuning uchun 2x mol kumush ionlarining sonini 0,6 minus x ga bo'lamiz. Va bunda 4 chiqishi kerak. Tenglamani ishlaydigan bo'lsam 2x teng bo'ladi. 4 ni 0,6 ga ko'paytirsam 2,4 minus 4 ni x ga ko'paytirsam 4x. Demak, bu yoqdan 4 dan ayirib olamiz, ya'ni qo'shib olamiz. 6x teng 2,4. X teng 0,4. Xo'sh, endi savolda aytganki, boshlang'ich kumush ftarit eritmasining konsentratsiyasini toping deyilgan. Boshlang'ich kumush ftarit eritmasi konsentratsiyasini topish uchun, demak, bu yerda 0,8 mol kumush ftarit berilgan. O'sha 0,8 molning massasini topishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, kumush nitrat ftaritning molar massasi 127. Agar uni biz 0,8 molga ko'paytiradigan bo'lsam, 101,6 gram kelib chiqadi. Bu 200 gram kumush ftarit eritmasidagi kumush ftaritning massasi. 101,6 ni 200 gramga bo'lib 100 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 50,8% chiqadi. Bizda to'g'ri javobimiz, demak, A javob bo'ladi.